o'z sevgisini yillar davomida sir tutgan, lekin 2024-yilning eng go'zal oilasiga aylangan Saxiyevlar juftligi haqida gaplashamiz. Abduvali Saxiyev avvaliga o'z rollarini kliplarda boshlagan Feruza Yusupova bilan ham muhabbatining boshlanishiga aynan shu kliplarning biri sababchi bo'lganini aktrisa aytib o'tgan. Feruza Yusupova 2002-yil 19-fevralda Toshkentda tug'ilgan. Ular 2024-yilda oila qurgan. Abduvali Saxiyev Feruza Yusupovaga yetishish uchun mashaqqatli yo'lni bosib o'tganini ta'kidlaydi. Hozirda esa ularning Shamsiya ismli go'zal qizalog'i bor. Feruza Yusupova yaqinlarini xursand qilishni juda yaxshi ko'radi. Shu o'rinda aktrisa onasiga uy sovg'a qilgan. Abduvali Saxiyev esa turmush o'rtog'iga avtomobil sovg'a qilgan. Ularning oila qurganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, ularning oilasi muxlislar qalbidan chuqur o'rin olib ulgurgan. Ushbu juftlikning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Bu videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Eng so'nggi shou-biznes yangiliklarini aynan bizda kuzating.